Barra narxida to'g'li qo'y bo'ladi. To'g'li bo'ladi. Nech puldan? 5 millionlik barra bo'lsa bari, to'g'li qo'ylar 4 million 600 4 million 600. Babar aka. Telefon qilib aloqash ko'rasizlar. Hoji akalar sariq qo'chqor so'radi barra. Bugun yetib keldi ash qo'chqor 2 dona. Yetib keldi, ha? 2 dona. Bugun hoji akalarga bor-ku, aksiyani bombasi bo'ladi. Bombasi. Nech pul? Xo'p, 5 milliondan chiqargan qo'zlarimda bor, 5 milliondan. Qirg'izistonda yuragidan kelgan ikkita 5 milliondan chiqargan qo'zlarimda 4 million 700 dan beraman. 4 million 700 dan, ha? 500 ming tushdim. 500 ming. Bu ham arz qimmat degan odamga 100 ming tushib beraman. 100 ming. Maydachida o'tirmayman. 9 million 400, ha? 9 million 400 berishadi dastlabkasi ichida. Telefon Babar aka. qilib ko'rasizlar. Kim kanalimizga obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. YouTube ishqibozlari mana bunday to'xlini o'ta yarishkalar, o'ta tiniqlar ishqibozlariga mana bugun biz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida o'zimizning xonadonimizda Azbek aka mini qo'y firmalaridanmiz. Videoga like bosib, yaqin oshna og'aynilar jo'natib qo'yasizlar. Bugungi 3-4 parcha qinig'idan xillab narxlarni ham eldan arzon qilib chiqarib beramiz. Telefon qiling, ulgurib qoling. Azbek aka doim qo'ylar arzon. Ha Azbek aka. Xolos ablahat arzon qilib beraman. Arzon bo'ladi, ha, inshaalloh. Bu qo'ylarni sotaverdim. Sotib yuboradim? Ha. Oshto'g'aga sotdim. Uka zakolat tashab beraman dedilar-da. Men mashina gaplashgan yerimda telefon qilsam, telefonni olmadim. Hamma bitta ablahat. Narxlarni kelishdingiz? Narxlar kelishdim, mashinaga yukladim. Mashinaga gaplashdingiz. Keldi mashina uyga. Keldi mashina. Yuklagandan keyin telefonni olmadim. Telefonni olmadim. To'radim, shu bo'laveradi. Biroz uka telefonni qo'ydi. Olamdan bo'lib qoldim desa, men boshqaga sotaveraman. Nechta harda telefon qildi. Uzr sotib qo'ydim dedim. Endi bitta gapda, ho'jakalar, kim nima qilsa, hamma o'zi uchun haq. Lekin biz mana qo'ydi bir kishiga baraka qildikmi, ikkinchi odamga baraka qilmaymiz. Ustiga tilla dunyoni qo'shib beraman desa, bu harom bo'ladi. Baraka qildikmi, shu odamga jo'natamiz, ma'qul bo'lsa pulini sanab olib qoladi. Shu uyga borgandan keyin ham bir ikkita haligi kalishini o'nga kelmaydiganlarni chaqirib olyapti. Xudo o'zi kechirsin-ku. Judalik qilib unisidan maslahat so'rab, internetda qimmat sotadi, internetda katta ko'rinadi degan nimalarga ishonib aynityapti borgandan keyin ham. Imkon qadar qiziqing, oling, baqqodan baraka topadigan narsa olib kelamiz. Kim aldasa o'ziga, kim nima qilsa o'liga. Hozirgi davrda olgan narsang olinib qolyapti. Darvozadan o'tgani, birsam eksam qimmatmi, arzonmi, sog'lom, zo'rini oling, baraka topamiz. Bunday qilib terib olish oson emas, ancha-munchani qo'ldan kelmaydi. Endi biz ham o'zimizni udalik qilmaymiz, lekin oling, baraka topasiz. Yuqorida Alloh bo'lgan, yemasa, ichmasa, yo'talsa, nuqsoni bo'lsa almashtirib beramiz. Xohlasa olgan odamning ishi bitadi, telefon qilgan odamning ishi bitadi, narxlar arzon. Lekin to'g'risi gap, narx arzon deganni vajga qaraganda arzon-da. Vajga qaraganda arzon. O'zining holati va sifatiga qaraganda arzon. Boshqa yoqlarga qaraganda buni bundaqa narsa chiqay yo'q-da. Hamma yoqda barraq o'zi katta bo'g'oz sovliqlashyapti. 7-8 milliondan barraq o'zlashyapti. 2,5 million, 3 million. Mana narxni qaytiga qarab biz arzon deymiz. Bu qo'ydi o'zining holatiga qarab, o'zining pichilgan, olib kelingan narxga sotilyapti turgan narx hisoblab turib arzon deyiladi. Xolos birinchi partiyamizga nechta? Ablahat 8 ta sovliq, bitta qo'chqor. 8 ta sovliq, bitta qo'chqor, ha. Obunachilarni chiroyli qilib bering, narxini qisqa va lo'nda qilib bering. Mana o'zi to'laydigan haqiqiy boqqadan baraka topib ko'radigan variantlar. Dor variantida. Qo'chqorga tayyor. Bitta yaxshi qo'chqoringiz bo'lsa qo'shib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Yo'q, kuziga qochiraman desangiz mana bu o'zi to'laydigan qo'chqor ham bor. Qochib qo'ysa, ishlarni ham ko'rsataylik-chi mana. Haqiqiy ko'ring, baraka topasiz. Narxlar arzon. Qo'ylar yaxshi. Boqing, baraka topasiz. Qo'ylar mana. Bitta oyog'i chuqurda turibdi, yo'qsa ancha katta. Narxini ayting, narxini bitta gapiring. 8 ta sovlig'i, bitta qo'chqorimi? Bugun martadan sotaman. Martadan nech puldan? Uka qo'yingni oldim. Bo'ladigan mayda chudasi yo'q. 5 million 300 dan chiqardim qo'ydi. 5,5 yo'q. 5 million 200 dan bersin, dastlabkasini o'zim qilib beraman. 5 million 200 dan dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab. Xo'p, qo'chqari 500 dollarga beraman. Qo'chqori 500 dollar bo'lsa, martadan telefon qilmaydi-da.
Bo'ldi. Yana o'sha mayda-chuda nima bo'ladi? Qo'chqari ham shunaqada ketadi. Telefon Ammo menga qilsin. martadan til boqsa Azizbek oldim desin, 5.200 dan ketdi. 5.200 dan qo'chqari ham mana 5.200 ming so'm yetib boradi. 8 tasini olganga bitta qo'chqar, bitta sovliq qilib olsangiz, u narxdan to'g'ri kelmaydi. 8 tasini oling, bitta qo'chqar, bitta sovliq ham ichida ketaveradi. Bosh qo'chqar ham ichida ketadi. Oling, 8 ta sovliq, bitta qo'chqar. Videoga like bosib, hech yo'q olmasangiz ham havas qildik. Tanjirlar sog' bo'lsin, mehnatimizni qadr etib like bosib qo'yinglar. Keyingi partiyalamizga. Ikkinchi partiyalamizga haqiqiy arashani barrasiga ishqozlar 2 dona. Haqiqatan yemini yeb turgan mana. Orqaga qaytmaydi. Sutga to'ygan. Oling, baraka topasiz. Narxlar ham o'ta qulay. Yosh oyliklar necha oylik bulardi? Yosh oyliklar 6-7 oylik. 6-7 oylik haqiqiy tinig'idan. Haqiqiy go'zaldan. Ishqibozg'i. Ekazakmi bular? Ekazak bular. Ekazakmi? Asosanmi? Hasanson. Asosan da xolasa. Ishqibozlariga tavsiya qilamiz. Olib qo'ying, baraka topasiz haqiqiy. Qiziqqanlarga bu hali go'sht yo'nalishida emas. Zotqa. Qo'ylar aqabaqa yugurib ketyapti, imkon qadar ushlab mana chiroyli qilib chiqarib beramiz. Oling, baraka topaveradigan narsalar. Haqiqatan bunlardan o'zi tulashni boshladi mana. Tulagan mana. Bo'ynidan ham tulashni boshlagan ikkovi mana. Ikkalasi mana. Bo'ynidan dumbasidan tuladimi, 6 oylikdan o'tgan yosh qo'zini. Oling, qarshi baraka topasiz. Narxlar ham arzon. Chiroyli qilib beraman deyaptilar. Qo'zini qo'zisi bo'ladi. 3 oylik ham, 2 oylik ham qo'zi. 6-7 oylik ham qo'zi. Mana junni bir marta olmaguncha qo'zi-da. Ablahat buni juniga tegilmaydi. Juniga tegilmaydi, o'zi tulab ketaveradi. Narxini nechta qilasiz buni? Narxi bilan maqtaning. Hoji bor-ku, chiqarib beryapti. Sariq qo'chqar so'rashadi barrasidan. Mana keldi. Hoji akalar og'ilsin, ishini bitiraman bugun hoji akalar. Bitadi, ana xolasi inshaalloh. Qolmaydi mana. Nech pul bo'lsa beraverasiz. Bo'ldi, qo'yavering bular. Ikkovini? Ikkovini bitta gap gapiring. yo'q. 5 milliondan chiqaradi. Bugun aksiya Qancha bonus? Bugun aksiya. Bugun aksiya. Hoji akalarga bugun aksiya. Menga telefon qilsin, 4.700 dan ketdi. 4.700 dan baraka. telefon qilib aloqa qilish ko'rasiz. Uchinchi partiyalarimizga mana haqiqiy eski qo'chqarni papalari, o'ta tiniqlari. Haqiqiy olgan sayin soat sayin o'zgaradiganlari. Sal makkani ham beringchi oldi yurimi? Haqiqiy soat sayin o'zgaradigan mana. Jag'ini baylab qo'ysangiz ham ovqat yeyveradi ular ham, jonivorlar qarang. Haqiqiy tiniqlari, bo'ybastlari necha? 85-90 chiqarashligan. 85 oldu. 85 milis kalorarsizlar. Haqiqiy oldi tish yorgan. Haqiqiy tozalar bitta ikkita. Yaxshi zo'r zotqa chiqsa o'zi pulini chiqarib yuboradi. O'ta tiniqlar. Soni nechta bulardi? Son 10 dona. Son 10 dona qo'chqar hammasi. 10 dona mana. Qora desangiz qora, ko'k desangiz ko'k, sariq desangiz sarig'idan bor. Bitta yarimtasini ushlab ko'rsatingchi mana shularni. Bir Qo'limda akasa borda. Apkam ushlab turaman. Bitta yarimtasini ushlab ko'rsatingchi vaqtda. Qo'ylar bir. Mana, ko'ring, haqiqatan. Bitta yarimtasi zotga chiqib qolsa haqiqiy. Bu qaram quloqni Ishqibozmi ekan. Hoji aka, Qirg'izistondan qo'chqar kerak deganlarga mana 10 dona soni. 10 dona keldi. 5,5 dan chiqardim o'tgan safar. Endi bugun aksiya bo'ladi. Aksiya bo'ladi. Nech puldan? Nech puldan? Ha? Bugun aksiya bo'ladi. Nech puldan berasiz? Ya gap tilda olasizmi aksiya? Yo'q, tildan. Amalda ham bo'ladimi? Gapiring. 10 taxni og'inga. Tezsiz qisqa video qilib beringchi. Serial qilib. 5.200 dan ketdi. 5.200 dan ha? 5.200 dan 12 ta ulatib qilib beraman. Ammo shoshilsin. Shoshilsin Ha, ha. kech telefon qilsa tugab qoladi. Tugab qoladi. Aksiya qilardim. Aksiya. Baraka. 5.200 dan. Haqiqiy baraka topasiz. Oling, haqiqiy tiniqlari qo'chqar. Mana yishlari qarang, abunashlar hammasi mana. Ko'rsa, bir-biridan go'zal. Havas qildim deb yozib keting hech kommentariyaga. Haqiqiy tiniqlari keladi. Go'shtga ham, zotga ham aytaveradi mana bular. Videoga yetkazishga shoshilmang, yana bor sheriklar. Bu partiyalarimizga mana haqiqiy qanday bo'qlar va variantlardan. Oling, baraka topasiz mana. Yelim qo'zg'ab qopti ular. Qarang. Qochishga tayyor. Qo'chqar qursangiz qochaveradi, yo'qsa mana bu yelim qo'zg'ab qopti. Balkim semizlar tikdir. Lekin yelim ko'chib qopti. Oling, 6 donami bilan? Soni 6 dona bitta qo'chqari bor. Bitta qo'chqari bor, ha? Qo'chqar, ha? Qo'chqari bor bittasi. Mana Bittasi. Mana qo'chqar.
Bittasi qo'chqor, qolgani sovliq, ha? Ha. 5 ta sovliq, bitta qo'chqor. Qarang, shunda obunachilar qo'chqor ham shu narxda, sovliqlar narxida ketadimi? Qo'chqor ham sovliq narxida ketadi. Sovliq narxida ketadi, xudo Eng xolisa. arzon bo'ladi. Qancha arzon bo'ladi? Qarang mana. Videoda haligi hamma qo'y har xil ko'rinadi-da. Mana birinchi bunday qilsangiz mana, kameramda olib kelsangiz birinchi partiyada chiqaveradi. Videoda ko'rib qimmat, arzon deyishga shoshilmang. Mana bunday qilsangiz kattalashib ketaveradi. Biz imkon qadar o'zini holatida olyapmiz. Qo'ylar arzon. Haqiqiy tiniqlari baraka topadigan variantlar. Soni 6 dona mana shunisi qo'chqor ekan-a. Bo'y bastlar 75 millisda chiqaveradi. Olin, ikkitasi pashti yilin qo'zg'ab qol. Hammasini bitta olib qo'ying, baraka topasiz. Bitta masha ozg'irrog'i bor ekan. Videoda hammasi har xil ko'rinaveradi. Ustiga kelib ko'ring, baraka topasiz.